Məcburi əmgək məsələsi yaqından bu yan Amerika hökumətinin güclük tənqidiga uchrab kelgan edi. 22 sentabr kuni tushdan keyin Amerika Dövlət Məclisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlardagi məcburi əmgəkni cheklash qonun loyihasi Amerika Avam palatasida 3ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullanib, rasmiy qonunga aylansa, Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan har qanday mahsuloti majburiy əmgakka chetishliq emasligini isbotlab berguvchi yetarlik dalil isbotlar bo'lmagan ahvolda Amerika tamojnasida musodir qilinadi. Dünya Uyghur Qurultayı İslam dünyasının Şərqi Türkistandakı ağır kişilik hüquq dəfsəndiciligiga bo'lgan tonishini texmi o'stirish uchun Dünya İmamlar Kengashi bilan hamkorlik kelishimi imzoladi. Dünya Uyghur Qurultayı 2020 17 sentabr Dünya Olimlar Kengashi bilan tushunish eslatmasi imzolab, Şərqi Türkistandagi bostirish va assimilyatsiyasini dunyo miqyosida kun tartibga keltirish uchun yana bir muhim qadam bosdi. Dünya İmamlar Kengashi kelishimda axborot e'lon qilish va fatvo chiqarish orqali Uyg'ur xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquqqa qarshi harakatlarni tunishtirishga va'da berdi. Tashkilot yana islom dunyosida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchraganligini e'lon qiladiganligini va musulmon davlat rahbarlariga bu masalada maslahat beradiganligini bayon qildi. Mustaqil tədqiqatçılarının tədqiqatida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining Tibet yezilarida yo'lga qo'ygan əmgək və ishqa o'rlashtirish siyosati keng ko'lamda tanqidga uchragan Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash andisiga nihoyat o'xshaydi ekan. Yezi aholilari markazli qabul qilinib harbiylashtirilgan tarbiyalashga qatnashtirilgandan keyin boshqa rayon va o'lkalarga ishlashga avatildi ekan. Tibet Avtonom rayonluq hukumat bu yil 80 joyda organ to'rida uqtirish tarqitib, dehqon chorvachilarni tarbiyalash va ishga o'rlashtirish to'rining harakat plani doirasida 500 mingdan ortiq kishining 2020 yili 1-oydan 7-oygacha tarbiyalanganligini o'tirg'a qo'ydi. Bu Tibet nufuzining %15%ni egallaydi. Sharqi Turkiston jazo lagerlari haqidagi tadqiqoti bilan xalqaroning diqqatini qo'zg'agan Germaniya tadqiqotchisi Adrian Zensning qarashicha, Tibetdagi atalmish kasbiy tarbiyalash, dehqonchilik va boqmichilik turmush usulini sanoat amgikiga zo'rlik bilan o'zgartirish ekan. O mundaq dedi: "Meningcha, bu madaniyat inqilobidan buyongi Tibetlarning an'anaviy turmush usuliga qaratilgan eng ahamiyatli va qaratmaligi bo'lgan zarba." İstanbul yangi aerodromi Xitoy bilan do'stona aerodrom mulozimatini yo'lga qo'ydi. Turkiya taratqullarining xabariga qaraganda, İstanbul yangi aerodrom tijorat shirkatining mudiriyat raisi yangi aerodrom bilan Xitoyning İstanbuldagi bosh konsulxonasi birlikda yo'lga qo'ygan Xitoy do'stlik aerodromi turining turitkisida Xitoy yo'lovchilarining İstanbul yangi aerodromida butunlay Xitoycha mulozimatlar va maxsus mulozimatlardan bahramand bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Bular safar uchurlarining Xitoycha bo'lishi, ekranlarda Xitoycha uqtirish berilishi, bilet ilishda Xitoycha mulozimat bilan ta'minlanishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy bosh konsuli Suyvey İstanbul aerodromiga kelganda o'zining Xitoydagi bir aerodromga kelganda kes qilganligini aytdi va mundaq dedi: "Men bu aerodromga ko'p qatim keldim, ammo bu qatim men haqiqatan alohida his qildim. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga doir barg'ansir ko'p ma'lumotlar oshkorlangan va Xitoyni boyqut qilish sadolari kuchayotgan bir paytda Turkiya doiralarining bundoq bir qarorini chiqarishi diqqat tortdi." Birlەşkən dۆlətlərتəşkilatىنىڭ 75-ci növbətlik umumiy yig'inining ichilishi munosabati bilan har qaysi davlat rahbarlari sin orqali bayonot berdi. Umumiy yig'inning kun tartibi bo'yicha 22 sentabr kuni Amerika prezidenti Donald Tramp nutq so'zildi. Tramp so'zi davomida bu virusning butun dunyoga yamrab buncha ko'p odam chiqimi va iqtisodiy chiqim paydo qilishida Xitoy hukumatining mutlaq mas'uliyati borligini ta'kidlab munolarni dedi. Biz bu vaboni dunyoga tarqatgan davlat Xitoyni cho'qim javobgarlikka tortishimiz kerak. Virusning dastlabki mezgillarida Xitoy davlat ichidagi qatnash va sayohatchilikni butunlay to'xtatgan bilan yo'lovchi aeroplanlarining Xitoydan chiqishi va bu orqali dunyoni yuqumlantirishiga yo'l qo'ydi.